Zarbalasa hali deb. Olyapsizmi? Qabristoniski. Sherobod 5 aloqadaman. Sherobod 5. Olyapsizmi? Olyapti. Bu sumkani ushlab turgan paytingizda ham olyaptidi. Xudo xohlasa mana hozir menga bitta sim kart olib bergan kelyapti akam. Alloh rozi bo'lsin. Aşağıdan kelyapti dedingmi? Bitta nomerchimi Farg'onadan keldim, Rishtondan deyapti. 500 kilometrdan. İkki og'iz nimadir? 13 og'iz nimadir deng. 13 og'iz. Faqat sizda olyapti bu. Olavermasin-da. Nima haqida gapiryapsiz? Gapiring, nima haqida gapirib beray? Bilmasam. Men Nima haqida? Ismoil Ibdatullo Abdujabbar o'g'li Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidan qishlog'ida 111-yilda tug'ilganman. Men 2020-yil Jizzax politexnik institutiga kirdim. Adashib. Juda katta, juda qattiq adashdim. Mana hozir xudo xolasa 7-yil magistraturani bitiryapmiz. O'qish kerak, bolalar o'qish kerak dedi. Ay, ko'rdingizmi? E'tiborni qarang siz. Hamma bizga qarayapti. Daraxtga e'tibor yo'q. Daraxtga e'tiborni aytyapman. Sizga e'tibor bermayapti u. Bosavering. Shahrimiz haqida ikki og'iz bir narsa deng. Jizzax shahri o'ta issiq. Yozda issiq, qishda sovuq. Ana. Ana ana. Ana ana ana. Daryon bo'yiga kelinglar, bu oddiy bolalar emas dedi. Nima bola? Daryon bo'yiga kelinglar, bu oddiy bolalar emas. Ammo qurtingizni chapillatmay so'ring. Chappilat so'rashni yaxshi ko'raman-da men. Instagramda komment, yo'qda. YouTube'da kommentariyingizni Xolam qurti yaxshi ekan. U qo'shilmagan, zo'r ekan. Manimcha Jizzaxnikida nima bo'lsa ham. Jizzaxda emas u. Nimaniki? Bu Farg'onadan kelgan o'g'il. Farg'onani hidini beryapti deb o'ylaysizda. Mana best. Bu haligi nimasimi bu? Ana shunisi. Ya bu boshqa nima edi o'zi bu? Yangi qurilganmi bu? Nima bu? Tushunmadim hozir. Tushunmadim. Men ancha kirganman men Ustalikomga. Nargis hokimiyatmi nima u? Bakalavr o'qib yurgan paytlarimda. O'sha Nargis hokimiyatmi nima u? Ha? Onu nima? Hokimiyat. Standing olasana. Tur Instagramga joylayver. Telegram, YouTube bilan. Ko'tarilib ketasiz. Men joylagan orqasidan ko'tarilib ketasiz. Ha, yo'qolganda qayta tiklash kerak. Shuni
qancha tarifga qo'yib bering. Ha, tariflar bor o'zi? Internet ishlatishingiz qanaqa, telefonda gapirishingiz qanaqa? Internet ishlatganida. Ishlatilmaydi? Internet ishlatgani. G'ishtanskiy shevada gapirim tushunmay. Nima u? Qani 80 gigabayt. Hozir men sim kartam borda, unda Instagram cheksiz. Mana Cheksiz emas, Plastikga cheksiz. mana bu tarifga Hmm. 60 ming so'm. 60 Xo'p, yana eng arzon tariflaringiz va eng qimmat tariflaringiz. 5 ming. Mana start. Ayvo. 810 ming. Mana bunga o'tkazamiz o'zi. Ha, mana shunday. 60 ming ham Shunga. ha? Nima? Bir dona nomer. O'ta qabristonsiz bo'lib ketasiz lekin. O'ta qabristonsiz bo'lib ketasiz lekin. Yo'q. Bashir, roja aytyapmiz, roja. Ichingizda gap tushadigan bo'ladida. Mana. Nima deysiz? Bunda bosib yubormang. Raqam tanlab bering. Sizga bonusda qo'shib beriladi. Bunga qo'shilmaydi, bunga qo'shiladi. Bu ham xuddi shu tarifda chiqadi. Shu Mana. tarifni kompaniya to'lab bergan. 6611. Ha, to'g'ridan yozib yaxshiroqni tanlaymiz. Nomer aytsam bo'ladimi?